Müşterilerge 25 olsa. 25 milyondan kreditlerimiz var. Kafil dolmasalar sug'urta bilan bo'laveradi. Shu hozir ayollarimizga eng nima yaxshi imkoniyatlar berilgan. Milliongacha 50 milliongacha berilyapti. 50 million naqd berasizlarmi yo Plastikka beramiz. Endi plastik ham naqd pulga nima qilingan, tenglashtirilgan. Bankomatlarimizda kassaga tushsalar yechaverasizlar. Lekin maqsadli kreditimiz. Maqsadli nima qanaqangi ishlar? Tadbirkorlik bo'yicha amallarga endi. Shunaqa davlat 23% dan tushadi. 23% 2 yil imtiyozli davr. Faqat ishsizlarga beriladimi? Ishsiz fuqaro o'zini o'zi band qilgan soliq bazasidan o'tgan fuqaroga. Dokumentlar qanaqa bo'ladi? Dokumentlar mahalladan olib kelasizlar. O'zini o'zi band qilgan. Mahalla tasdiqnoma beriladi. Mahallada agentlar bor. Bitta kafil davlat ishida ishlaydigan, byudjet tashkilotida ishlaydigan. Uni ishlatish kerakda. Shahrini masalan byudjet tashkilotida ishlasa kerak emas. Pasporti bo'lsa bitta terilaveradi. Agar sug'urta bilan ham bo'laveradi. Yo'q, hozir sug'urta bilan 50 milliongachaligini sug'urta bilan bo'laveradi. Kafil topilmasa agar? Kafil topilmasa sug'urta bilan jadval qilib beramiz. Qolib urganlarda. Urganlarda.